Hürmetlik vatandaşım, hem de tübendeki haberimizge dikkat kılın, haberimizge dikkat kılın. Bu haber hem konkret, hem canlılık, hem ameli siyaset karakterlik haber. Bu haber bilen şu nesine dikkat kılısınız ki bunun dinken Tayvan boğazıda intayın zor özgürüş hasıl buludu. Tayvan boğazıdaki mesele hazırgıçı bir cungu, bir Tayvan meselesi, şuncakla bir cungu, yani bir cungu, iki cungu hasıl kılış meselesi de cungu hükümeti 40 neçe yıldan biri tekrarlap geldi. Endi növbette bu meseleye berip takıldıgan ciddi bir haber yetip geldi. Endi bu haber ne hazır sizlerge anlatımız hürmetlik vatandaşlarım. Prezident Obama kanunluk buyruğu imza koydu. Amerika bilen Tayvan münasebetinde zor bösüş peyda oldu. Dikkat vatandaşım. Prezident Obama kanunluk buyruğu imza koydu. Amerika bilen Tayvan münasebetinde zor bösüş peyda oldu. Mavzulu haber 12. ayının 24. günü 23. günü Van Vitor bitidi ilan kılındı. Haber mundak başlan. Şehir vakti 23. günü Beijing vakti ettigen seherde Aksaray Ahbarat İşhanesi Prezident Obama'nın 2017 yıllık maliye ile devlet müdafiyesiga hukuk veriş kanun layihesiga imza koyup resmi kuchga bu kanunun resmi kuchga ega bolganligini jakardi. Hukuk veriş kanunuda 5 burcaklik bina Amerika bilen Tayvan o'ttirishida yuqori darajalik harbiy generallarning hamda nopuzluq davlat mudofaa amaldorlarining berip kelishini ilgari surish ochiq belgilangan. Bu kanun Amerika-Tayvan diplomatik münasebetini üzgen 37 yıldan beri Amerika tarafının tüncü bulup kanuni şekilde Amerika-Tayvan harbiy işlarda almashtirish, aloqalashish derecesini yuqori ko'tarish bulup hesaplanadi. Bu kanun Amerika-Tayvan münasebetinde zor bösüş hasıl kıldı. Tayvan vaziyeti növbette qirov ustiga qor yoqqandek bo'ldi. Tayvan Tashqi ishlar ministrligi, davlat mudofaasi ministrligi bugun buning uchun Amerika Qo'shma Shtatlar hukumatiga rahmat aytdi. Rojdestvo bayramining arifasida Aksaray Axborot ishxonasi bugun Prezident Obamaning 2017 yillik moliya yili davlat mudofaasiga huquq berish qonun loyihasiga imzo qo'ydi. Endi bu kanun bo'ldi. Kanun resmi kuchga ega bo'ldi. Bu kanun loyihasi Davlat Majlisi Avam Palatasi mush ayning 2 kuni, 12 ayning 2 kuni 375 ovoz bilan 4 ovozga qarshi ma'qullagandan keyin Davlat Majlisi Kengash Palatasi 12 ayning 8 kuni 92 ovoz qo'llab 7 ovoz qarshi turish bilan ma'qullagan edi. Shuningdek ekan Aqsarayga Prezident Obamaning imzo qo'yishiga yo'llab berilgan. Davlat Majlisi Avam Palatasi Kengash Palatasi ma'qullagandan keyin bu qonun loyiha Aqsarayga yo'llangan. Bugun Prezident Obama bu qonun loyihaga imzo qo'yib, bu qonun loyiha rasmiy qonunga aylandi. Amerika bilan Tayvanning yuqori darajalik harbiy generallari davlat mudofaa amaldorlarining berish kelishi bugun tunji bo'lib rasmiy qonunli kuchga ega bo'ldi. Bu qonunning 1284 abzasida Davlat Majlisi hisoblaydi ki 5 burcaklik bina Amerika-Tayvan o'ttirishida yuqori darajalik generallar va nopuzluq davlat mudofaa amaldorlarining aloqasi ilgari surib, ikki tarafning harbiy ishlar munosabati va mudofaa hamkorligini ilgari surdi deyilgan. Kelgusida ijro qilishning xalqlik taraflari Prezident Trump vazifaga o'ltirgandan keyin Amerika ma'muriyat organlarining ijro qilishiga bog'liq. Aksaray bayonotida bunday ko'rsatdi. Bu qonun davlat bexatarligi, diplomatiya ishlari hamda boshqa planga munosabatlik huquq berish kapolatga qildi. Qonunda bunday qilg'ilindi. Amerika-Tayvan o'ttirishida o'zaro almashtirish, aloqa qilish planida o'rin jumladan Amerika-Tayvan ikki taraf deb belgilandi. Üçüncü taraf yok. Fakat bu ikki taraf aloqa qiladi deb belgilandi.
Belki nopuzluk harbiy generallar, hazır vaziyet ötəvatqan əməldarlar, nopuzluk əməldarlar degeni hazır 5 burcaklik binada vaziyet ötəvatqan yardımcı ministerlarını görürsün. Harbiy işlarda alaqılış qanunu kirgizildi. Tayvan bilan Amerika o'rtasida harbiy ishlarda aloqalashish bugun qonunga kirgizildi. Amerika Tayvanning davlat mudofaasi ko'ngil bildi. Tayvan tashqi ishlar ministrligi mundaq ko'rsatdi. Harbiy ishlarda almashtirish qonunga kirgizildi. Tashqi ishlar ministrligi Amerika tarafga rahmat aytib, ikki tarafning mushu asosda davomli hamkorlashishini umid qildi. Vaziyat qanday hurmatli vatandoshim? Baştan ahir dikkat kılıp kelivatsızga Turan Efendi vaziyet kandakken dikkat kılan Turan Efendi. Anda ma haberge dikkat kılan Turan Efendi. Prezident Trump, Prezident Vladimir Putin'nin Amerika-Rusya münasebetini yaxşılaş doğrusideki teklifiga qoşuldu. Mavzulu haber 12. ayının 24. gün Venvi Torbetide ilan kılındı haber. Mındak başlar. Amerika'da yanı saylangan Prezident Trump şu yer vakti 23. günü Rusya Prezidenti Vladimir Putin'nin Rojdestvo bayram münasebeti bilen Prezident Trump yollagan xitini aşkarılap hem de Prezident Vladimir Putin'nin Amerika-Rusya münasebetini yaxşılaş doğrusideki teklifiga qoşuladiganligini bildirdi. Prezident Trump'ның ötkinchi hukumat kabineti şu kuni e'lon qilgan tabrik xatning mazmunini oshkorladi ki, Prezident Vladimir Putin mush ayning 15 kuni Prezident Trumpga Rojdestvo bayrami va Yangi yil munosabati bilan tabrik xati avatgan. Xatda Prezident Trump vazifaga o'tirgandan keyin Rossiya Amerika ikki davlat qurilish xarakterlik amaliy shakllar va konkret qadamlar orqali har qaysi holada ikki taraf hamkorlashib, hamda ikki davlatning xalqaro sahnadagi hamkorligini yuqori saviyaga ko'tarishni bildirdi. Buning uchun Prezident Trump mundaq ko'rsatdi: "Biz Prezident Vladimir Putinning o'ylaganlari to'g'ri. Prezident deb hisoblaymiz. Prezident Putinning o'ylaganlari to'g'ri. Men bu fikrlarni harakatga aylantirib icra qilishni umid qilaman. Başka yollarını aynı görüşten zaruriyeti yok. Hürmetli vatandaşlarım, Turan Efendi, men sizlerge Washington Post gazetini qayt-qayt geçirenler. Beijing turuşluk muhbiri John Pomfret Efendi'nin aynı çağdaki sengiri bilen, aynı çağdaki Prezident Nixon'un söhbeti doğrusu ilan kılgan bir işki cümlesini aytkandım. Vaxtda senin evladın ikinci bir yolunu tutup, mesela sen Xitay bilen birleşip Rusya'ya karıştırgandak, endilikte senin evladından bir kişi çıkıp Rusya bilen birleşip Cumhur'a karıştırdı diyen sözünü iyisinizge eylem vatandaşı.